Hazır eng ko'p bo'lgan mashinalardan Gentra Cobalt eng ko'p Cobalt Nexia 3 ommabop mashinani avtomat korobkasini muayyan almashtirish ko'pchilikda muammo bo'lib turibdi. Necha ming kilometrda almashtirish kerak? Necha litr yog' oladi degan savollar ko'pchilikni qiynaydi. Agar shu videoni oxiridan ko'rsangiz, shu savollar siz to'shni aniq 100% javob olasiz. Shu video davomida sizga batafsil tushuntirib, necha massa solinadi, inchiklaridan solsangiz bo'ladi. Shularni sizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum barchangizga. Avtoport uz kanalini podpischiklari. Bu kanalimizning birinchi videosi bo'lib, xudo xolasa kanalga agar yangi bo'lsangizlar podpiska bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib, like, kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlasangizlar, keyingi videolarda xudo xolasa sizning mashinangiz bilan, mashinangizdagi jidkistlar, ya'ni Aptol antifriz, shular bilan bog'liq muammolar, shularga yechimlar, yangiliklar, batafsil shular haqida biza kontentlarni qo'yib boramiz. Endilikda kanalimizda biza avtoport, ya'ni moy almashtirish bilan shug'ullanamiz. Antifriz almashtirish, moy almashtirish, korobka moylari, zadniy most, har xil elektromobillarni moylarini ham almashtiramiz. Xudo xolasa podpiska bosib qo'ysangiz, keyingi videolar davomida sizga batafsil ko'rsatib boraveramiz. Yana bir marta aytaman, kommentariyada qo'llab-quvvatlab, layklarni kommentariyadan yozinglar. Hammangizga katta rahmat. Videoni oxiridan o'tirib o'ynashib ko'ringlar. Xo'p, hozir sizlar bilan savollar avtoportni ko'p yillik tajribaga ega mutaxassisi Sardora javob beradi. Xudo xolasa Sardora. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi podpischilarimiz, yangi emas. Xulasa bir qator xudo xolasa aytib o'tganimning Nexia 3 Cobalt Gentra avtomat korobkasi bir xil, to'g'rimi? Ha, bir xil. Shularga necha litr yog' ketadi? Inchik ne bilan almashadi? Tushuntirib batafsil o'zingiz ma'lumot bersangiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum hamma. Avtoport kanalining podpischilari, YouTube ahli. Nexia 3 Cobalt Gentra hammasi bir xil oladi. Malibu Captiva korobkasi bir xil, kodinda raznica bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, korobkamda 5 litr, 6 litr bo'ladi deb bilganlar bor. Ya'ni u sizlar xato o'ylaysizlar. Ya'ni sizlarda xato informatsiya berilgan. Bizda maxsus JEM tomonidan berilgan kitob bor. Ya'ni mashinadan ishlab foydalanish haqida berib qo'yibdi bu narsani. Instruksiyasi. Ya'ni bu instruksiyada oxirida 3-betida avtomatik uzatmalar qutisi birinchi quyish 7 litr 800. Ya'ni korobkangiz ichida pochti 8 litr yog' bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik almashtirib bilmagani uchun 5 litr 6 litr degan fikrga ega. 5 litr 6 litr bilan almashtirsa bo'ladimi degan savollar ham ko'pchilikdan kelib chiqadi. Almashtirsangiz bo'ladi, lekin 30 ming 40 ming kilometr haydab bo'lmaydi. Sababi shu o'rinda ham bir narsa aytib o'ting. O'zi korobkani yog'ini necha kilometrdan almashtirish? Necha ming kilometrdan? Avtomat korobkani yog'ini. Avtomat korobkani обычный 30 ming 40 ming kilometrda almashtirgan yaxshi, libo haydashingizga qarab, masalan, ko'pchilik spokойно dedi. Ko'pchilik biza qatori dangdash do'stlarimiz, ukalarimiz, og'alarimiz katta оборотda 5 ming 6 mingda. Ya'ni masalan, qizishi ko'p bo'ladi. Qizishi ko'proq bo'ladi, qarayish ham tez, yog' ishdan tez chiqib beradi. O'sha tezroq ishlagan sayin tezroq umri qisqarib boraveradi. Shuni yasangizda 10 mingdami, 20 mingda, 30 mingda biza shu yog'ni ozgina olib, ko'rib, to'shli diagnoz qo'yib almashtirib beramiz. Bizada 8 litr yog' solsa korobka urib beradi, boshqa degan gap so'zlar bor. O'zi korobkada urin bor, maxsus bol, spesialniy korobkani o'lchash uchun uni o'lchab o'zini o'lchash instruksiyasi bor. Necha o'lchashni bilmasangiz, xato o'lchasangiz ko'p qolib korobkadan urishi mumkin. Agar to'g'ri o'lchab bilmasa, o'zi oqizib boshlaydi. E'tibor olsangizlar 500 ming, 600 ming, 400 ming degan korobkani 8 litr bilan almashadi. Korobkasi oqizib, filtri almashmagan, yurib turibdi. Uning mashinalar o'zingiz almashtirib beratirsiz. O'zim almashtirib beraman. Praktikangizda bor. Do'stlar, ko'pchilik hozir 70 ming, 80 ming, 90 ming haydayver. Korobka turtilib siltalab boshlaydi. Shunda almashtirasan degan narsa bor. Do'stlar, u narsa xato narsa. Bizning iqlimda, bizning korobkada u narsa yurib beralmaydi. U inomarka mashinalarda korobka moshni, so'tadon sistema moshni yursa bo'ladi. Shuning uchun ulara 80 yursa bo'ladi. Yursa bo'ladi, bizada yurib bilamiz. Agar mabodo siz shunday yurib 100 ming, 150 ming, 200 ming yurgan bo'lsangiz, обязательно korobkani ochib,
filtrini qo'yib, yudirib, boshdan yig'nab taxlaganingiz yaxshi. Korobkangiz umri uzoq bo'ladi. Mos almashtirib. Mos almashtirmasdan. Bo'lmasa korobka deyiladi. Korobka ishdan chiqishi tezroq yetib keladi korobka remontda. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tamiz. Agar sizlarga korobkani muayyan almashtirish jarayoni qiziq bo'ladigan bo'lsa, necha almashtiriladi? To есть hozirgi aytib turgan mashinalarda Nexia 3, Gentra, Cobaltlarda nechik jarayon bo'lishi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videolarda shu haqqında batafsil videolarni eshitamiz, to'g'rimi? Xudo xolasa, Ko'rsatib, yana bir jarayonni ichki o'tishini, 8 litr olasizmi rostini, masalan 8 litr salasiz mashinalardan ko'rsatib berasiz. Xudo xolasa. Xo'p, hozir maslalardan ko'rsatsangiz, nechik maslalarni tavsiya etasiz? Bize обычный ko'pincha Biz maslalarni nausidan qarab tanlanadi korobka uchun. Maslani o'zi ko'pchilik odam e'tibor bermaydi, tushuncha ega emas. Yog'ni iloji bo'lsa, nemetskiy i gradusi korobkaga to'g'ri kelami, yo'qmi, shu dopsk bormi korobka, shuni solganingiz yaxshi. Gradusi ya'ni ishlash gradusi. İşlab beradigan, masalan, Germaniya yog'i, Bizol, Dextron 6 yog'lari 220 gradusga chidaydi. 220 gradus. 220 gradusdan keyin yog' o'z xususiyatini yo'qotadi, ya'ni go'yadi yog'. Bu yog'imiz Gemni 8 skorosli korobkasini don, Mercedes'i 9 skorosli korobkasini ishlab beradi. Ya'ni kuchi yetadi. Ya'ni shu GM'da 8 stupkali korobkalar, Mercedes boshqa markalarni 9 stupkali korobkalarni qaysi shu ishlab beradigan skorsa to'g'ri keladigan bo'lsa, shunga beradi. Mercedes bormi, BMW bormi, Любой marka. Любой to'g'ri keladigan korobka solib beramiz. O'zi uchun berilgan bo'lsa. Yana ichki variantlar bor. Bu Germanskiy. Bu Germaniyani premium klass. Premium. Bizol. Avtomat korobka yog'lari. Bu yon tarafga o'tadigan bo'lsak, yan tarafdan bu avtomat korobkani spokойный, tez almashtiraman deydigan og'alarimiz uchun Koreya mahsuloti Car Station Dextron 6 85 ming so'm litri 204 gradusda go'yadi. Bu koreyskilar. Koreyskiy. Обычный 30 mingdan 40 ming kilometrdan garantiya beramiz bu yog'imizga. Almashtirib bersak. Germaniya mahsuloti Aykız Dextron 6 yog'lari Bam Germanskiy. Germaniyaniki 214 gradusda go'yadi bu. 214 gradus. Castrol evvel Germaniyada chiqaradi. Hozir zavodi bize hamma narsani aytib beramiz, aldamaymiz. Castrol Turkiyadan keltirdi. Germaniya texnologiyasi 216 gradusda go'yadi. Castrolniki. Bu o'rtaqlar yog'lar har partiya o'zgarganda, masalan, neft ishlab chiqaradilar. Her partiya o'zgarishi mumkin. Indiki partiyada может 218 bo'lib kelami, 220 bo'lib kelami, har partiyada o'zgaradi gradusi. Sabab bir partiya ishlab chiqarganda 10 tonna ishlab chiqaramiz, 20 tonna ishlab chiqaramiz. Shundan zavist etadi temperaturasi. Har partiyada o'zgaradi. Tushunarli bo'ldi. Hamma tushunarli bo'ldi. 8 yarim almashtirgan bilan, to'g'rimi? Agar ichini yuvib tashlab almashtirsak, korobkada 10, 11, 12 litrdan ketishi mumkin, lekin haydab kelganda korobkaning ichida 8 litr qoldiramiz. Ya'ni yog' bosimi ko'p bo'lishi mumkin emas. Bu korobka ishdan tez chiqadi. Ya'ni ko'p qolib ketsa, уже problema kelib chiqadi. Korobkaning ichida muammo kelib chiqadi. Kam problema bo'lishi mumkin, masalan. Nedan bilsa bo'ladi, yani masalan, bilmay almashtirdilar, 8 litr do'ktirdan 9 litr solib berdilar. Endi agar shuni almashtirib bilgan odam bilmasa, bizlara bemalol kelsinlar, ko'rib, buning uchun pul olmaymiz, tekshirib beramiz. Tekshirib, yog'ni holatini ham, urovini ham tekshirib beramiz. Agar o'zi вообще-то masalan necha shu bir qovurg'atadi-ku. Necha banglasa bo'ladi masalan. Do'ktirib boshlaydi. Skors almashtirmang qoladi. Mashin chig'ilib boshlaydi. Yaxshi skors almashtirmaydi. Oborot ko'tarilib ketadi. Korobka skorsdan siltab boshlaydi. Shu alomatlari boshlaydi korobkada. Yog' ko'p bo'lsa, oz bo'lsa. Oz bo'lsa ham shunday. Oz bo'lsa ham shunday. Kerakli vaqtda skors almashtirmaydi.
Уже skors almashtirsiz, значит, korobkani yog'idan, litrindən. Litrindən məlum ol. Yaxşı yağdan bolsa bilsəyiz boladı. Mənimcə mənə уже tushunarli bo'ldi. Agar tushunarli bo'lmagan bo'lsa, sizlar qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolasa keyingi videolardan ham savollardan kelib chiqib, umumiy yinglab hammasini javob ham sizlar uchun foydali videorolik etishga xudo xolasa Harakat etamiz. Harakat etamiz. Podpischilar uchun. Va kanala obuna bo'lib, like, podpiska, kommentda xabar berasizlar. Biz sizlar uchun video ishlashda davom etamiz. Sizlarga hozir manzilni tushuntirib o'tamiz. Bizani servisimizning manzili Urganch shahar Raycenterning yo'lida. Chap tomonimiz bizani Ustex Urganch bo'ladi. Shuni yonginasida, ya'ni Raycenter yo'li. Bu yon tarafdan kelsangiz, Polvon do'kon, Didar Quruq, shon taraflar bo'ladi. Shuni Raycenter yo'lidan kelaversangiz, Ustexdan o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda. Agar bu yon tarafdan kelsangiz, Raycenter bozor, Sulton Maryam choyxonadan o'tib kelishingiz chap qo'lingizda bo'ladi. Servislarimiz xudo xolasa azongi 9 dan kechki 7 ga don ishlaydi. Pastda opisaniyada Instagram silkasini qoldirib ketamiz. Bundan ham ko'proq ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu masalalar haqida, mashinalarni bo'lib turgan masalalar, bog'liq problemalar haqida Instagramga o'tib podpiska bosib qo'ysangiz, bu yerda tez-tez istoriyalarda postlar bilan tez-tez har xil muammolarga javoblarni qo'yib boramiz. Katta rahmat, yetirgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.